Xurshid aka, san'atkorni do'sti bo'lish qiyin deyishadi odatda. Sizni do'stingiz bormi hayotda? Mani qanday do'stim, odatda odamlar aytadi do'st bitta yo ikkita deb o'ylayman. Shu narsaga qo'shilmayman. Do'st ko'p bo'ladi. Sen qanaqa bo'lsang, o'sha odam senga do'st bo'ladi-da. To'g'ri. Seni qalbing o'sha bitta ikkita do'st bo'ladi deganlarni, demak o'sha qalbiga yarasha do'st topilmayapti. Siz qalbingizni oching, do'st keladi o'zi. Siz unga mehribonchilik qiling, dushman ham do'stga aylanishi mumkin. Shunday deb o'ylayman. Bir joyga bir to'yga aytgan keldi bir ayol. Haligi ayol yozsangiz ham bo'ladi, shuni qo'yib yuborsangiz ham bo'ladi. U ayol rak kasaliga chalinib qolgan ekan. To'yga aytgan kelganda bilmagan. Keyin to'yga 2 kun qolganda yotib qolgan. Keyin to'y boshlanish kerak, uni ukol bilan olib kelishyapti. Men borishim kerak deyapti-da. Shunaqa ukollar bor ekan, bir 5 soat, 6 soatga odamni ushab turadi-da. Haligi kuchidan keyin yotadi yana behush bo'lib-da. Shunaqa ukol bilan olib keldi. Bu Andijonda bo'lyapti, Oltinko'lda o'tirg'izdirib qo'ydi shu ayolni. Shu ayol o'lishini bilyapti. 5 soat, 6 soat umri qolgan, xolos o'ladi 5-6 soatdan keyin yoki 1 sutkadan keyin. Doktorlar olib ketaveringlar, o'sha ukol ta'sir qilmayapti, deyapti-da. Haligi ayol 6 soat, 5 soat eshitib o'tirdi bizni. 5 soat eshitib o'tirib, menga nima aytib kulib turibdi-da, men ham yig'lab aytdim. Butun to'yxona bori yig'lab eshitdi. Haligi ayolni yig'lab tomosha qilyapti-da. Endi u ayol shunaqa menga aytadi, "Hali bu dunyoda sendan o'zga yorim yo'qdir" degan qo'shig'im bor, shuni ayting de. Keyin haligi ayol o'rnidan turib, endi o'zini turmush o'rtog'i bilan o'yinga tushdi. Endi farzandlari shunaqa yig'layapti. To'yni o'tkazdik, qisqasi hali ayol sizdan bo'lak kimim bor, yaqinlar, qarindoshlari kelgan siyonko'l. To'yni o'tkazib ketdik. Men mana shu gapni gapiryapman, hozir o'zim g'alati bo'lib ketyapman. Ketganimizdan keyin erta bilan hali ayol bu dunyodan ketdi, ko'ryapsizmi? Mana sizga mana shu muxlislik. Kasal odam bo'lsa, bor deydi, men qo'shiq sig'adi meni yuragiga. O'zini bu dunyoga ketishini bilib turgan odam. Bilib turibdi bu dunyodan ertaga ketishini yo 3 soatdan keyin ketishini bilib turgan odam mana shunaqa darajada qarang, qo'shiq, mana muxlislik, mana do'stlikda. Muxlislik. O'zi aytayapti, bitta qo'shig'ingizni eshitib o'lsam ham armonim yo'q, deyapti-da. Keyin u xonadonga bordim, men xonadonga kirdim. Keyin o'tib ketgan endi, nima deysiz endi? Ana sizga hayot qani, Alloh shod bo'lsin. Bunaqa muxlislar ko'p. Yana bir muxlisni bilaman men. O'sha avariya bo'lishdan oldin disk olyapti-da bozordan, Mushtrasulti diskini berib, avtobusga chiqib turib, mana diskni qo'y, deyapti-da. Diskni qo'ygan, dugonasiga aytayapti, "Mana shu qo'shiqni eshitib o'lsam armonim yo'q" degandan keyin mashina avariya bo'lib ketyapti. Tavba qildim. Haligi ayol jon beryapti. Dugonasi doktor chaqirib, "Yo'q, dugonajon tegmagin. Men mana shu qo'shiqni eshitsa bo'lgandan keyin hozir jon beraman", deyapti-da. Jon beryapti. Bu gapni menga dugonasi aytayapti. Bu ayol Qashqadaryo viloyati Yakkabog' qishlog'ida yashaydigan posyolkasidagi ayol ekan. Sumkasida diskimizni sumkasiga solib yurar ekanda, taksiga chiqsa o'shani qo'yar ekan, boshqa chiqsa o'shuni qo'yar ekan. Xurshid Rasulov kasetasi bormi yo diski bormi deb, yo'q desa chiqmas ekanda, o'zini diski bilan chiqib o'tirar ekan. Masalan, chiqmas ekan diski. Mana muxlislar. Mana muxlislar, bunaqa muxlislar borda, shular do'st bo'ladi haqiqiy sizga. Bunaqalar ko'p hozirgi kunda ham aramizda yuribdi do'stlarim. Mana shular meni do'stlarim-da. To'g'ri. Salomat. Men shular uchun qo'shiq aytaman.